Uning tishlari xuddi akulanikidek dabdala. U bilan xattaki birga yurishga ham uyalaman. Tezroq unga uylanib olsam, keyin ajrashaman va boyligining yarmini o'zimniki qilib olaman. Qonuniy yo'ldan. Demak, u shuncha paytdan beri men bilan faqat boyligim uchun gaplashgan ekanda. Ko'ramiz, kim ko'proq ayyor ekan. Bugun anavi bo'ritishga turmush qurishni taklif qilaman. Nima deganingiz? Axir ikkalamiz birga bo'lmoqchi edik-ku. Unga uylangan keyin ajrashaman va boyligining yarmi menga o'tib ketadi. Keyin sen bilan ikkalamiz baxtli bo'lamiz. Doktor, nima deb o'ylaysiz? Iloji bormikan tishimni to'g'rilashni? Ha, albatta. Bu biroz murakkab muolaja, lekin amalga oshirsa bo'ladi. Unda ertaga sizni oldingizga kelaman. Azizam, tayyorlan. Hozir sen bilan ovqatlanishga eng yaxshi restoranlardan biriga boramiz. Senga aytishim kerak bo'lgan muhim gapim bor. Qulupnayxon, seni uchratganimdan beri hayotimning mazmunisan va qolgan umrimni sen bilan davom ettirishni xohlayman. Nima bo'lishidan qat'i nazar, Ha, albatta. unda to'yimizni ertaga o'tkazamiz. Sen hech narsadan xavotir olma, hammasini o'zim tashkillashtiraman. Hozir esa borib dam olishing mumkin. Rahmat senga Dug'onajon. 3 oydan beri uni men uchun sinab berganingga. U bezbet sal qolsa, yarim boyligimni o'zlashtirmoqchi edi. To'yni oxirigacha o'tkazamiz, lekin so'ngida uni katta syurpriz kutib turmoqda. To'ydan bir tiyin pulsiz sharmandali holda chiqib ketadi. Men bilan o'ynashish unga emas. Bu mening barcha boyligimdir. Uni xavfsiz joyda saqlang. Bugun mening to'yim va kuyov biroz sho'xroq chiqdi. Hammasini yakunlagandan so'ng qaytib olaman. Davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'ling.